Hozir syomkadaligimga singib ketdi. 3 kun qoldi. 2 kun qoldi. Agarda bu video sizga rekomendatsiyalarni chiqargan bo'lsa, men davno Yevropada apartamentimda o'tirib olib, bu videoni joylagan bo'laman. What? Bro, what are you talking about, man? Soat 6:28 Istanbul aeroportidan Yevropa tarafga ketyapman. Da kutilmagan xabar bo'ldi. Hayotimdagi eng katta riskni olib, shu videoni joylayapman hozir. Ketganimni hech kim bilmaydi. Uydagilarimdan boshqa hech kimga aytganim yo'q doimgidek. Doim sayohatga chiqqanimda menda 2 ta bilet bo'lardi, borish va qaytish bileti, lekin bu safar qaytish bileti yo'q menda. Ya'ni Yevropaga sayohat uchun emas, yashash uchun ketyapman. Yes guys, hozircha faqat shuni ayta olaman sizlarga. Video davomida bemalol YouTube kanalimni ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga aytish mumkin bo'lgan gaplar hozir faqatgina shular. So, anchadan beri kutayotgan yangiligim, sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Mana shu joyda Yevropa apartamentimga borganimgacha vlog qilganman. YouTube kanalida yaqinda chiqadi, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. So, parvoz sizlarga bo'lsa yoqimli bilmadim. Hozir men osmonda 10,000 metr balandlikda uchib ketyapman. Boshqacha hissiyot bo'lyapti o'zimda. Sayohat ketayotganini bilardim, qachon qaytishimni, masalan, Dubayga ketayotganda 6 kunda qaytaman, Vyetnamga ketayotganda 7 kunda qaytaman deb turib. O'sha uchun qanaqadir xotirjam bo'lardim. Lekin bu safar qaytish bileti yo'q menda. Yashash uchun ketyapman uzoq muddatga. G'alati bo'larkan, tipa uydagilarni tashlab ketishim hozir menda unaqa sog'inch hissi, tipa unaqa katta oqibat yo'q. Qanaqa ma'noda? Kichkina farzand bo'lganim uchun ham bunaqa narsaga yaxshi emas menda. Andijonda ham o'rtoqlarimga ham, do'stlarimga ham, ishxonamdagilarga ham hech kimga aytmadim, hozir ketib oldim. I will see guys. Men Yevropada o'zim xohlayimda mustaqil hayotimni boshlasam bo'ladi. O'zim uyim bo'ladi, o'zim hamma yo'lni qilaman. Oh my god, o'zim ishlayman. So, sizlar bilan birga bo'lamiz. Vlogni o'tkazmaslik uchun oxirigacha ko'ringlar. Turkish Airlines nimasi yoqadi? Men Fly Dubayda ham uchganman. Qanotchartda ham, Uz Airwaysda ham hammasi uchganman. Lekin imенно shu Turkish Airwaysda shunaqa monitori bo'ladi, чтобы mamma kirsanglar, muzika eshitsanglar bo'ladi, o'yin o'ynab ketsa bo'ladi. Oh my god. Yes. Вот bu yoqda qanaqa paytda uchib ketayotganligini ko'rsanglar bo'ladi. Вот mana qaranglar. Hozir men 10,654 metr balandlikda uchyapman. Riga vaqti bilan hozir 6:35. Hozir biz qo'nishimizga 2 soat vaqt bor hali. Sonra Istanbulga kelguncha Meganning ikkinchi qismini ko'rib ketdim. Hozir yana multfilm ko'rib kelmoqchiman. Hozir endi sizlar bilan multfilm tanlaymiz ko'rganim. Chunki bizda 2 soat vaqt bor. Nima qilishni bilmayman. Shuning uchun multfilm ko'ramiz. What? Animations. Nima ko'ramiz odamlar? Aytinglar.
yaxshi kelayotgan yedim. Hop, bitta kola oldim. Обычный suv. Bu тоже suv faqat sovuq. И bu yerda масло. Да, масло. И bu yerda men mol go'shtli ovqat aytdim. Yeah. Issiq ekan. Вот. Bu yerda kichkina pirog. And also salad. Kichkinagina salad. Noni prям issiq bor-ku. So, menga yoqimli ishtaha. Mujib bilan. Yomon bo'lganda emas, ovqat og'izda eriydigan issiq shirin bo'lgan. Просто men 2 soat oldin ham xuddi shu Turkish Airways'da Toshkentdan Istanbulga uchib xuddi shunaqa ovqatlanuvdim. Faqat omlet berishgandi. И вот, qornim to'yib qoldi. Endi mana shularni yedim xolos. Hozir va shu kekini yeyman, suvni qo'yaman bo'ldi. Mana shularni yedim xolos, lekin juda shirin bo'lgan ovqat. Tanqarib ucharmanda, videoda soat 3 da samolyotda. Mendan maska bor. Kinoyu haliyam tugamadi. Ну давайте. Qancha qolganini ko'ramiz. Bir yarim soat bor ekan hali. Oho. Bitta multfilm ko'rgim kelyapti. Hozir Eminem muzikasini eshitamiz. This is Eminem and let's go for Superman, yeah? Yeah. Hozir qo'ndik.
hozir kvartiramga keldim. Вот. Bu lekin meni kvartira emas, bu hostel. Вот Centralniy parkdagi. Juda ham charchadim, o'lib qolay deb. Если что, hozir kelgandan keyin bir ikkita joylarga bordim. O'sha yerda videolar qo'yaman. Marketga kirdim, Old Townga bordim. Если что, ko'rasizlar. Menimcha meni ichimdan nima o'tyapti? Ishonmayapman. Ishonmayapman hozir. Всем привет. Qanaqadir o'sha borku uyquga to'ydim. Erta turdim bo'lmasam, hozir 7 soat 6:30. И вот men уже turib oldim. Всем привет. Короче, вот hozir turdim. Yangi City'dagi aholim keladigan bo'lsa, ishim ko'pib yotaman. Sochlarim to'kib ketgandek ko'rasizlar. И bu apartamentimdan chiqib, уже men o'zim uyimga ketaman. Yoqlayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Birinchi vlogim qiyin bo'lyapti, nimaga ozochka osonroq edi. Vlog bo'lmagani qiyinroq. Может, keyinchalik professional bo'lib ketarman vlog qilish bo'yicha ham. Вот, xonamni shunday musorlikcha qoldirayman-da, ovqatlangani ketyapman. Хотя бы завтрак olaylik, keyin точно dush qilishim kerak. Poэтому ahvolim qaraylar. Ammo qaranglar, ammo gul sotishyapti. It's so cute, guys. Bu yerda o'zimizni Costa Cafe bor ekan. No вот. Bilaman, hozir ahvolim juda ham yomon. No, qornim och. Sizlarga unaqa ko'rinishdan uyalmayman men. Kelganimdan beri mana shu ko'chalarni romantizatsiya qilyapman. Shunday qanaqa chiroyliligini qaranglar. O'sha bu yerda Christmas treelar bor. Oh my god. It's so cute, guys. Вот, qaytayotganda mana shu magazinga точно kiraman. Mana qaranglar, chiroyli narsalarni. The street kinda gives old town. Hozir men mana shu kafeshka qidiryapman. Qo'qonda kafeshka topolmayman normalniy. Hamma yerda suvenirlar. Вот, Costa Cafe kirib ko'raman hozir. Hozir kafeshka topishni xohlasam aylanib chiqaman. Old townni mana qaranglar. Вот, hozir ko'rsataman. Look at this statue, guys. Mana qaranglar. No, короче, o'sha naqa menga yoqadigan vibe. Men xullas mana shunaqa vibe yaxshi ko'raman. Tushuntirib beraman bu qanaqa nomini, shunaqa. I know it's my first vlog, but I'm kinda in love with the city, guys. Qanaqadir kechqurun borku, qop-qorong'ida sariq chiroqlar bilan romantizatsiya qilishdi. O'sha borku. Hozir men qizarib yuraman, boshqa qilib yuraman. Просто ertaga уже makiyaj qilib, sochimni boshqa qilib, o'zimga kelib qolaman. No, просто hozir endi uxlab turdim. Men uxlab turdim, ko'chaga chiqdim bo'ldi. Вот, hozir men buni oldim. Negami? Hozir ko'rdim. Magazinga ovqat ekan kirdim. Shu narsani ishonmasam, men bu kova ichida muz bilan aralashgan. Hozir men shu mashinada tastes good. Вот, hozir uni ovqat oldim. İçinde tavuk, brinza, ko'kat, sir и tuzlangan bodring bor. I think it tastes good. I hope so because juda ham qornim och. Birinchi kelib turib ovqatlangan ovqatim shu bo'ladi. Issiq. No, issiq. Qanaqadir apetitga ko'rinadi. Okay, bizni charchab turamiz. O'zini hayotga qaytaman, chunki qornim to'ydi. My luggage. Mana shu bagajlarimni olib ketaman hozir apartamentimga. Bunaqa savdam yo'q. So guys, I'm going to my apartment. Here is my baggages. Bu, конечно, ro'zg'or emas, но yashab qolish uchun bir pullik. Guys, are you ready? Men sizlarga hozir apartamentimni ko'rsataman. Hozir narsalarimni joyladim. So, it will be room tour. Hello. Mana yana har kuni fit checkni ko'rasizlar. Bu yerda o'tirib turib, nima qiladi? Oyoq kiyim kiysa bo'ladi. Tepaga bagajimni olib qo'yaman. And guys, baho beringlar. Mana bitta холодильник bular yig'iladi и просто krovat и naqa ham bo'ladi, просто stul ham bo'ladi. 4 kishi bu yerda o'tirib naqagan stul, dars qilgan o'tmam bitta stul. Bu yerda javon bor. И bu yerda katta bitta naqa bor, shkaf bor. Eng yaxshisi avtomat kirmoshina, issiq suv, sovuq suv, gaz 100%. И mana bunda naqa chang tortaveradigan, mana bunda naqalar bor. И yana bitta холодильник, menda ikkita холодильник bor, lekin. И
xavfsizlik tizimiga keladigan bo'lsak, bino g'ish bilan katta devor bilan o'ralgan и panjara, и yana oyna bor. Isitish tizimiga keladigan bo'lsa, отопление, вообще issiq, uy prям issiq. Отопление bu yoqda ikkita, вот ikkita. Bu yoqda ham oynacha bor. Endi men bunaqaga kiradigan bo'lsak, wait a second. So as you can see guys, bu yoqda toilet bor, mana bu dush, вообще chiroyli bu ham. Tam pokiza, mana bu it's me. So yes guys, men endi Yevropada yashayman. Yevropada uyimda olgan hujjatlarim bor. Bu yoqda уже menga 1 yillik kontrakt tuzilgan, и undan keyin uzaytirish mumkin. Xo'p, ikkitadan что bagaj bor menda bu yoqda 60 kilo yuk, и bu yoqda 8 kilo plus bagaj. 8 kilo bunaqa. Oh my god. Xo'p. Allohimga shukr. Xudoga shukr. Oson emas, reально oson emas. Men endigina 17 yoshdaman. Yevropaga men bitta o'zim mustaqil yashash uchun ko'chib keldim. Bu oson emas. Ot meni qo'limda ishim bor, vlogim bor, ota-onam bor, Xudoga shukr. Men 17 yoshdaman Yevropaga, Riga, Latviya shahriga ko'chib keldim. It is kind of wonderful guys. Men hali ham ishona olmayman. O'tgan yilgi samiyaga kelib turib, sen shunaqa 1 yildan keyin yashaysan, unaqa Yevropada yashaysan deganda men bu dug'lanib qolgan bo'lardim. Это просто охуеть guys. Video qo'yishdan oldin 9000 ta подписчигim bor. Hozir menda YouTube'da 9000 ta подписчигim bor. И если mana shu подписчикlar soni 12000 taga yetishiga, прям 12000 yetishiga hozir bosib qo'yinglar подписка. Просто hozir ezib bosib qo'yinglar. O'tib turib qiymas ko'tarim. Подписка 17000 ta bo'lishiga, o'sha Yevropaning boshqa shaharlariga sizlar bilan tripga chiqamiz. Da, просто Rigada qolib ketdingiz tushunishlar uchun. Yevropaning boshqa shaharlariga sizlar bilan trip qilamiz, vloglar olamiz. Da, sizlar ko'rasizlar mana shu narsani. Просто Skype'im ko'rib o'tirasizlar. Men boraman Yevropaning boshqa shaharlariga bitta o'zim aylanib yurib, просто meni kuzatishda davom etinglar. And I love you so much guys. Shunaqa xunuk holimda ham sizlarga chiqib video olamanmi, demak. O'ylab qo'yinglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Пока.